Olmazor tumani Chuqursoyga kelganmiz. Bu yoq tomonimizda Qoraqamish Brutor bo'lyapti. Shu yerda akalarimiz bir nechta kottejlarni qurishayotgan ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu kottejlarimiz 1,5 ili 1,6 sotixdan bo'ladi. 2 qavatli mansarda I+ yaxlit yer to'lalari bilan. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yinglar. Men sizlarga to'liq obzor qilib ko'rsataman. Kiraverishda darvozaxonasi bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. O'ng tomonimizda zelyoniy zona va nariyoqda yerto'laga tushib ketamiz. Uyimizni fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli chiqyapti. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Ana endi sizlar bilan ichkari planirovkalarni ko'rib chiqamiz. Kiraverish yo'lagimiz bo'lyapti. Kirganingizda o'ngda sizlarni birinchi xona kutib oladi. Bu yog'i xohlasanglar oshxonaga, xohlasanglar yotoqxonaga moslasanglar ham bo'ladi. Mana bu yoq tomonimizda bo'lsa mehmonxona tushyapti. Kattagina, kengina mehmonxona bo'ladi. Bu yoqdan chiqqaningizda to'g'rida shundoqqina sanuzilga joy qoldirilgan. Mana bu yoqdan yerto'laga tushamiz. Bu yoqda ikkinchi qavatga ko'tarilish. Ha, aytgancha yerto'lamiz yaxlit bo'ladi. Bu yoqda kotelni tizimlari, isitish tizimlari ham o'sha yerda joylashtirib qo'yilgan o'rtoqlar. Ana endi birinchi qavatdagi oxirgi xonamiz. Bu yog'i ham aytgandek, bu yerda oshxonaga moslashyapti, lekin sizlar xohlasanglar bu yerga yotoqxonani joylashtirsanglar bo'ladi. Bu yoqdan orqa hovliga chiqamiz. Kattagina joy qoldirilgan, orqa hovlida ham kengina o'zini zelyoniy zonalariga ham ega bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi sizlar bilan yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdamiz, umumiy 3 ta xonamiz bor. Zindan ko'tarilganingizda bu yoqda bitta birinchi xonamiz bo'lyapti. Hojatxonasi va yuvinish xonasi qoldirilgan. Bu yoqdan bo'lsa mansardaga chiqamiz. Mansardani men hali alohida ko'rsataman. Mana bu yoqda yana bitta xonamiz, bolalar xonasiga moslasanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa balkonimiz. Balkondan chiqib mana shunaqangi mahallani, ya'ni ko'chani tomosha qilishingiz ham mumkin. Mana bu yoqda bo'lsa oxirgi xonamiz, yotoqxona bo'lyapti, o'zini alohida sanuzillari bilan. Ana endi sizlar bilan mansardani ko'rib chiqamiz. Mansarda qismidamiz o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Kattagina maydon qoldirilgan. Bu yoq xohlasanglar bo'lsanglar bo'ladi, lekin menimcha shundoqqina qoldirilsa ham yaxshigina yechim bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uyimizning har bitta qavatidan unumli foydalanishibdi. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman. Olmazor tumani Chuqursoyga kelganmiz. Sizlar bilan kottejning xonadonlarini ko'rib chiqdik. Xo'p, o'rtoqlar, bu ko'rayotgan uylarni tashqi fasadi, ko'chalari 100% bitirib beriladi. Ichkari qismi bo'lsa qorasuvoq holatida topshiriladi. Egalarini raqamni qoldiraman. Bu ko'rayotgan xonadoninglarga $185,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joylari bo'ladi. Bizning kanalimiz nomidan chiqsanglar, yaxshigina 20 qilib berishadi. Sizlar bilan uy ko'rdik kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.